8-yanvar kuni 2026-yil soat 19 dan 5 daqiqa o'tganda Milliy telekanalida Adashgan gul 5 kunlik dunyo serialining 4-qismi namoyish etiladi. Ushbu epizod avvalgi qismlarda boshlangan ruhiy ziddiyatlarni yanada chuqurlashtirib, tomoshabinni voqealarga yanada yaqinlashtiradi. Serial asta-sekin ochilib borayotgani bilan qimmatli. Har bir sahna o'z ma'nosiga ega, dialoglar esa sun'iy emas, balki hayotiy ohangda jaranglaydi. Qahramonlarning ichki kechinmalari, ikkilanishlari va umidlari juda nozik tasvirlangan bo'lib, ularni tushunish va his qilish osonlashadi. Ayniqsa, syujetning shoshilmasdan rivojlanishi hikoyaga ishonch bag'ishlaydi. Aktyorlar ijrosi serialning eng kuchli tomonlaridan biri hisoblanadi. Ularning mimikasi, nigohi va sukutlari ham ko'p narsani anglatadi. Operatorlik ishlari esa umumiy kayfiyatni yanada kuchaytirib, har bir epizodga o'ziga xos ruh beradi. Adashgan gul 5 kunlik dunyo tomoshabinni o'ylashga, his qilishga chorlaydigan asar. 4-qism serialning to'g'ri yo'nalishda rivojlanayotganini yana bir bor tasdiqlab, keyingi voqealarga katta qiziqish uyg'otadi.